Ma'lumki, qadimgi Turon va Eron xalqlari tarixida keng nishonlanib kelinadigan Navro'z bayrami haqida tarixiy manbalarda ko'pgina ma'lumotlar saqlangan. Jumladan Abu Rayhon Beruniyning Osorul Boqiya, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Narshahiyning Tarixi Buxoro, Gardiziyning Zayn-ul Axbor, Umar Xayyomning Navro'znoma asarlarida ham qadimgi Navro'z bayramini kelib chiqish tarixi, uning nishonlanish odatlari haqida qiziqarli faktlarni uchratishimiz mumkin. Qolaversa, qadimgi Erondagi Ahamoniylar davlatidan qolgan tengsiz bino hisoblangan Taxti Jamshid binosi ham aynan Navro'z bayramiga ehtirom sifatida qurilganligi aytiladi. Sonalarda bu shoh 700 yil mobaynida mamlakatni boshqarganligi aytib o'tiladi. 10-11 asrlarni shoiri hisoblangan Firdavsiyning ma'lumotlarida ham Navro'z bayramiga bag'ishlangan ma'lumotlar haqida faktlar bor. Taxti Jamshid saroyiga keladigan bo'lsak, bu saroy Sheroz shahridan 57 kilometr shimol-sharqda joylashgan bo'lib, bu saroyni Hamoniylar sulolasining nomdor hukmdorlaridan bo'lgan Xerkes zamonida porsa shaklida ishlatilganligi yoki qadimgi Yunonlar bu saroyni Persepolis shaklida ishlatganligi saqlangan.